Vatandan 13-sentabr chiqqan xabarlarga qaraganda İlham Rozi va Baxtiyor İlham tutun qilingan. İlham Rozi 2019-yili aprel oylarida, uning o'g'li Baxtiyor İlham 2019-yili noyabrda tutqun qilingan. Uyg'ur faoliyatchi Abduvali Ayyubning Facebook sahifasida bildirishicha, İlham Rozi Oqsuning Shayor noyasida tug'ilgan. Qashqar pedagogika institutini bitkizgan. Aqsu viloyatlik partikom tashviqot bo'limining muavin boshlig'i, notiq va adabiyot san'atini so'yadigan kishi edi. Uning notiqlik talantidan Xitoy bir mezgil foydalanib, qizil tashviqot qilgan. Ammo ma'lum sabablar bilan tuyuqsiz tutqun qilgan. Baxtiyor İlham qorliq kompyuter shirkatida injener va boshqaruvchi bo'lib ishlagan. 2019-yilning boshlarida Aqsuda kompyuter maktabi ochgan. Shu yili noyabrda tutqun qilingan. Yaqinqi bir necha yil ichida Uyg'ur ziyoli va adiblarini o'z ichiga olgan millionlagan kishini yig'ilish lagerlariga qamagan Xitoyning bu ota-bolani nima sababdan tutqun qilganligi aniq emas. Angliya parlamentida maxsus Uyg'urlarning vaziyati haqida bir munozara yig'ini o'tkazildi. Yig'inda Angliya parlament a'zosi Shabana Mahmud Uyg'urlarning hozirgi vaziyati haqida nihoyat kuchli bir nutq so'zildi. U so'zni mundaq boshladi. Men bugungi fursat orqali hukumatimizni Xitoy hukumati va ularning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun kuchli yo'sinda bisim shakllantirishga chaqirman. Hamda bu jinoyat jazosiz qilavermasligi kerak. Cho'qim biri o'tirg'i chiqib, buningga yetar amdi deyish kerak. Shabana xonim so'zda Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan siyosatlarining irqiy qirg'inchilikdan boshqa narsa emasligini qayta ta'kidlagan. U Xitoy hukumati faqat irqiy qirg'inchilik deb atashga bo'ladigan harakatlarni to'salg'usiz davom qilmoqda. Ammo buningga qarshi kuchli rahbarlik va harakatlar umid qilinayotgan daqiqalarda faqatla eslash ovozlari kelmoqda degan. Hamda hukumatlarning bu masaladagi so'z pozitsiyasini tanqid qilgan. Shabana xonim Uyg'ur lager shohidlarining televiziyalarga bergan guvohlik so'zlaridan naql keltirib, lagerlarda 1 milliondan ortiq Uyg'urning qattiq qiyin qissoqqa duchor bo'layotganligini, Uyg'ur ayollarining majburiy tug'mas qilinayotganligini, kishilarning o'layotganligini, Uyg'urlarning qattiq nazorat va bisim ostida yashayotganligini misollar bilan so'zlab o'tgan. U bu jinoyatlarning tizimligi intayin uzun va qo'rqinchli degan. Shabana xonim so'zda yana hozir kuchli munozara temasi bo'layotgan Mo'lan filmini tilga olgan. U Disneyning Uyg'urlar zulm ko'rayotgan rayonda film ishlashi va Xitoy soqchi organlariga rahmat aytishdek harakatini Uyg'urlarga qilinayotgan zulmni ko'rmaslikka selishning eng yorqin o'rnagi degan. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligi Amerikaning xalqaro tartib va dunyoning tinchligiga eng chong tahdid deb aytildi. Ministrlikning bayonotchisi Wu Chen Amerikaning Xitoyning harbiy taraqqiyoti va nishoni to'g'risida e'lon qilgan doklati haqida bayonot e'lon qilib, biz Amerikaning Xitoyning davlat mudofaasi va armiya binosiga tarafsiz va oqilona qarashga, yolg'on bayonot va doklatni e'lon qilishni to'xtatishga va konkret tadbirlarni qo'llanib, ikki taraflik harbiy munosabatning sog'lom taraqqiyotiga kafolat qilishga chaqiramiz dedi. Xitoyni harbiy tahdid deb tasvirlagan dokladning Beijing hukumatining davlat mudofaa siyosati va harbiy strategiyasini xato shakllantirganligini aytgan bayonotchi, Washington hukumati e'lon qilgan bu xil dokladlarning ochiq-oshkora ig'vogarchilik harakati ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi oldin qatda e'lon qilgan dokladda Xitoyning Tayvanga qaratgan strategiyasi, Xitoy Xalq ozodlik armiyasi bilan dengiz armiyasi qurilishi va ballistik boshqariladigan bomba iqtidori haqida baholashlar yer olgan. Afg'oniston hukumati bilan Taliban o'tirsidagi tunji bevosita tinchlik suhbati uchun Qatarning poytaxti Dohada turayotgan Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo, Afg'oniston vakillari umiki, shundaqla Taliban siyosiy ishlar ishxonasining boshlig'i Molla Birodar va uningga hamroh bo'lgan Taliban vakillari umiki bilan ko'rishdi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Kali Baroven yig'in haqida bayonot e'lon qilib, uzun yillardan buyon davom qilayotgan urushni oxirlashtirish uchun boshlangan suhbatni tarixiy ahamiyatga ega deb tasvirladi. Baroven Pompeoning Taliban rahbarlarini suhbatni atrofliq va uzun muddatlik urush to'xtatish va siyosiy hal qilish fursati deb qarashga chaqirganligini bildirdi. Eron doiralari xalqaro jamiyatning kuchli noroziligiga qaramasdan chilishish mahiri Afg'oniga berilgan o'lim jazosini ijro qildi.
Qotillik bilan ayblangan İran çelişish mahiri Navid Afkari shanba kuni xalqaro jamiyatning noroziligiga qaramasdan o'ldirildi. 27 yoshlik çelişişçi 2018-yili hukumatga qarshi namoyishda Hasan Turkman ismli amonlik saqlovchini o'ldirgan deb ayblangan. Xabar qilinishicha, Afkari qiyin qissoq orqali sodir qilmagan qotillik jinoyatini e'tirof qilishga majburlangan.